Ovoz insonni tovushi bu shunaqa bir sezgir a'zoki, insonni tovushiga qarab, uning ichki tuyg'ulari, xarakteri, ruhiy holati aks etadi. Har qanday kichkinagina holat ovozda aks etishi mumkin. Biz bemorlarni ko'rishda, ularni ovoziga bo'lgan munosabatimizda, baholashda har bir narsa individual holatda o'rganiladi. Nima uchun bunday ovoz chiqayapti? Bu ovozni yaxshilash uchun nima qilishimiz kerak? Uni qaysi a'zosi shu ovozni o'zgartirishga sabab bo'layapti degan baholar bizning insonlarimizda bor. Ovoz bilasizmi, juda murakkab jarayon, uni paydo bo'lishi. Uni paydo bo'lishda hamma a'zolar ishtirok etadi. Shuning uchun biz maxsus o'zimizda tekshiruv endoskopik usullarimiz bor, maxsus kompyuter tekshiruvlarimiz bor va undan tashqari o'zini holati, qaysi a'zoni yetarli darajada ishlamayotganligi yoki kerakdan ko'p ishlayotganligi uchun bugungi o'sha patologik holat bo'layotganligiga baho beramiz va albatta yechimini kelishib chiqamiz.